50 boshni ilmli yo ilmsizligini qanaqa ajratsa bo'ladi? Qo'shtirnoq ichidagi 50 boshlar o'zi 1-2 marta umra qilib olib, keyin insonlar o'sha O'zbekistondan kelayotgan insonlarga o'zini 50 boshman deb tanishtirib, ya'ni bilmaydi, men sizni bilmayman. Siz Makka Madinada yurasiz lekin. O'zingiz 1-2 marta umra qilib olgansiz. Men O'zbekistondan keldim. Men ham umra qilishni bilmayman, lekin siz 1-2 marta umra qilib olgansiz. Men sizga aka, menga yaxshiroq 50 boshini taklif qiling, men umra qildirmoqchiman desam, o'zim qildirib qo'yaman deb u o'zini tavsiya berishi mumkin sizga. Makkada ko'proq kuzatilgan bu narsalar, ya'ni meni tajribamda. Shunda u insonni umra haqida ko'p ma'lumotga ega bo'lmaydi va siz bilgan, qiziqtirgan savollarga ham ko'piga javob bo'lmaydi unda. Asosan men tavsiya qiladiganim shu o'zingiz bilib, tanib bilgan yaxshi firmalar yoki shu 50 boshdan surishtirsangiz, tajribasi ham bo'ladi 3-4 yil yoki 5-6 yil. Ilmli, mukammal biladigan umra amallarini shular bilan borganingizni men tavsiya qilaman. Chunki agar hayotingizda birinchi marta umra qiladigan bo'lsangiz, bu juda esda qolarli umra bo'ladi. Va shu qilayotgan amalingizga ham e'tibor berishingizni so'ragan bo'lardim. Makka va Madina haqida ko'proq ma'lumotga ega bo'lishni istasangiz, obuna bo'ling. Har 10 mingtada bitta tekin umra ziyoratini beramiz.